Meni xafa qiladigan narsa boshqa millatlar, boshqa insonlarda qolib ketyapti. Maktabimizning prezidenti bo'lib faoliyat yuritib kelyaptilar. Galchka qo'yib ketsangiz, Hamma kirib ketadi hozir bunaqa qilsangiz. 4 yilda o'qiganimda ham top o'quvchi bo'lib yurganman. 100% ishonchim komil. Har bitta boshlanishdagi o'qituvchining orzusi. Undan tashqari qiynalardim. O'rganardik, lekin baribir 60% grant oldim. O'zimgacha intermediate-ni 3-4 marta tugatganman. Andrew Tate, Iman Gadji, hamma narsalar chiqish paytida. Endi akangizlar qiziqtirganlar-da. Eng birinchi shunaqa bo'ldimi? Dadam qiziqtirganlar. Dadam o'zlari chetda o'qiganlar. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz yana bir o'quvchimizni zo'r natijalari va ya'niki KAIST institutiga kirganlar, to'liq grant bilan kirganlar. Shu haqida bo'ladi. Bu podkastimiz tabiiy holatda o'quvchilar va ularning ota-onalari va yana takror etamiz, tadbirkorlar uchun bo'ladi. Nega tadbirkorlar uchun desak, shaxsan o'zim ham tadbirkor bo'lganim uchun va konsultor bo'lganim, ta'lim sohasida bo'lganim uchun bir narsani bilaman. Har bir tadbirkor bir tikim 1000, 100 karrasiga ko'proq daromad ko'rish xohlaydi. Ta'lim bo'lsa eng optimal, eng shu natijaga erishsa bo'ladigan yo'nalish. Va shuning uchun istardim va meni xafa qiladigan narsa ko'p do'stlarimiz, ko'p shogirdlarimiz chetdan investitsiyalar, sarmoyalar ko'tarishadi. Bu albatta yaxshi, lekin bir tomondan bu loyihalarning yarim egalik huquqlari boshqa millatlar, boshqa insonlarda qolib ketyapti. Shuning uchun o'zimizning millatimizning tadbirkorlari ko'z ostilariga olib qo'yishlarini va misol uchun ukam, men turibman, mabodo ertaga qanaqadir loyiha bo'lsa, biz qo'llab-quvvatlaymiz deyishlarini istab o'zimizning o'quvchilarimizni olib chiqyapmiz. Bugungi talabamizni tanishtirishda bir qiziq holatni aytib bermoqchi edim. Barak Obama o'z tarixini boshlaganda va Amerika prezidenti bo'lishini e'lon qilgandan bir haftadan keyin bizning o'quvchimiz bu dunyoga kelib, ular ham ko'p narsani o'zgartirishlarini aytganlar va eng qiziq joyi shundaki, oradan 17 yil o'tib, Millat umidi maktabimizning prezidenti bo'lib faoliyat yuritib kelyaptilar. Azizbek, xush kelibsiz podkastimizga. Assalomu alaykum Shojirali aka. Va alaykum assalom. Yo'dimga kelganingizga, vaqt ajratib kelganingizga rahmat kattakon. O'zingiz aytib berishingizni xohladim. KAIST statistikalarini, natijalarini, dunyo reytingida qanaqa o'rin turadi, shularni aytib bering ozgina. Xo'sh, KAIST o'zi Koreya universiteti. Uni расшифровкасы Korea Advanced Institute of Science and Technology. O'sha ko'proq nauka, texnologiyalarga ixtisoslashgan maktab. Ichida 6 ta universitet bor. Birlashmasi, o'sha KAIST 6 ta universitetning birlashmasi. Rankingda 53-o'rinda turadi. O'z sohamda 30-o'rinda turadi. KAIST как бы сразу grant beraveradi. Qarab o'tirmaydi, sizga scholarship kerakmi, kerak emasmi? Agar prosta hammangga scholarshiplardan ajratinglar deb turib galchka qo'yib ketsangiz, o'qishni to'lamaysiz va o'zi ham stipendiya beraveradi $240 oyiga. Hozir juda ham oson qildingiz. Hamma kirib ketadi hozir bunaqa qilsangiz. Buni bitta qadam-qadam kirib chiqamiz. Xo'p, keling ta'limni boshdan boshlaylik. Men istardim eng birinchi sizni yozishni o'rgatgan ustozingizni eslashni hozir. Chin dildan istardim ularni ismlarini aytsangiz, birgalikda rahmat aytsangiz, chunki ko'rib quvonsinlar. Men o'zimda ham aytaman, chet elda o'qib kelganimda, shu natijalarga erishganimizda, meni ustozim, o'zim ustozimga ham rahmat demoqchiman. Vasila opa, ko'rsalar nasib bo'lsa, birinchi bo'lib yozishni o'rgatganlar. Yaqindagina onam aytdilar, o'sha onam natijalarini aytgan, mana shunaqa bo'ldi, Shojalil deb aytganlarida rosa yig'labdilar. Keyin onam ham qo'shilib yig'labdilar. Shuning uchun bu hissiyot 100% ishonchim komil. Har bitta boshlanishdagi o'qituvchining orzusi. Shuning uchun hozir sizda imkoniyat bor. Birinchi ustozingiz, yozishni o'rgatgan ustozingizga minnatdorchilik bildirish va ular haqlarida eslaylik, birinchi boshlang'ich sinf haqida eslaylik. Ismlari nima edi birinchi ustozimizning? Inna Anatolievna bo'lganlar. O'sha rus sinfda o'qiganman, birinchi sinfdan o'sha. Keyin o'sha yozishda bilan menda ozgina qiyin bo'lgan. Chapaqay bo'lganimga pocherkim ozgina xuniyroq bo'lgan, ko'proq yozishim kerak bo'lgan. Chapaqay bo'lganmisiz? Hozir ham chapaqayman. O'sha 2-3 ta daftarlar olib turib yozaman. Ko'pchilik bitta daftarga olib bitta narsani qaytaradi-ku. Men o'sha 2 ta daftar olishim kerak bo'ladi. 3 ta daftar ko'proq qaytarishim kerak bo'lardi. Nimaga dedim. Buni chapaqayligimi yoki shu qiyinroq bo'lardi menga. Lekin ular bunga qaramasdan o'rgatardilar
hali ham o'sha 4 yilda o'qiganimda ham top o'quvchi bo'lib yurganman. Top o'quvchi bo'lgansiz. Xo'p. Bo'ldi. Xo'p, ular o'zbek tilini bilmasalar, xohlasangiz rus tilida ham aytib qo'ying. Tashab qo'ysangiz ularga ham anaqa xursand bo'ladilar, xohlasangiz. Rahmat deb. Rus tili ozgina qiyin endi. Siz ingliz tilida aytib qo'ying, farqi yo'q. Я инглиз tilini bilmadim, tushunalarim. Здравствуйте, Нина Анатольевна. Я хочу отблагодарить вас за то, что вы потратили столько времени для меня, чтобы учиться писать, учиться читать, учиться разговаривать на русском. Конечно, я уже чуть-чуть позабыл, но вы сделали очень большую работу, и я очень благодарен за это. Спасибо. Xo'p, davom etamiz. Demak, birinchi sinfdan to nechinchi sinfga shu maktabda o'qidingiz? 195-maktabda 7 yil o'qidim. 7 yil o'qidingiz. 7 yil o'qidim. Birinchi o'qidingiz. Keyin Mirzo-Ulug'bekga o'tdim. Mirzo-Ulug'bekda 1 yil o'qidim, 8-sinf. Keyin sразу siyosiga o'tib ketdim. Millat umidi maktabiga o'tib keldingiz. Oldingi nomi shu siyosiy. Xo'p. Endi asosiy shu siyosiydagi davr haqida to'xtalamiz. Ya'ni nimalar bo'ldi, nimalar ta'sir qildi? Bir boshdan aytib bersangiz. Xo'p, keldingiz. Siyosiga yoki 195 mi? Yo'q, siyosiydan boshlaymiz. Siyosiyda keldim. O'zi kelgan sababim akam borligiga, akam уже o'qiyotdi, 8 bo'lganda. Mirzo-Ulug'bekda ozgina qiynalayotdim disiplinaga, hamma uporom o'qishga ketadi, konspekt, пересказ, keyin yotib qolardim. Chunki yo'lni ham 2,5 soat ketardi. Undan tashqari qiynalardim. Kompyuterim sal yaxshi ishlamas edi. Wi-Fi ozgina qiyin bo'lardi. O'shanga o'rganardik, lekin baribir ham. Ular optimalniy variant emas. Keyin 1 yil o'qidim, keyin siyosiyda частный maktab bor edi, dalamam chiqdilar. Keyin bir imtihon topshirib ko'rdim, 60% grant oldim. Bordim, qarasam o'qituvchilar zo'r. Ingliz tili o'qitilishi zo'r, obedgacha shu ingliz tili, matematika o'qitishardi. Shunda birdaniga Eldor bilan tanishganman. Borganimizda men o'zi unaqa ekstrovert emasman. Ekstrovert bo'lmaganimga просто joyimda o'tirardim, hammani eshitib o'tirardim. Bolalar hammasi kostyumda bu kelishgan va boshqa edaman. Keyin har bitta savol bersa o'qituvchi, ular javob berishyapti. Men bilaman javobini, просто jim o'tiribman-da, ko'raylikchi nima bo'lar ekan deb turib. Hech narsa qilmasdim, o'shadan introvertroq edim. Qarasam Eldor zo'r gapiryapti, Ulug'bek zo'r gapiryapti. Shunday keyin vau, bular haqiqatan ham zo'r bilsa kerak deganman-da. Keyin ingliz tilida ham xuddi o'shana bo'lardi. Boshida o'qituvchimiz o'sha mock test qilardi, IELTSdan. Listeningda. Men u payt bilmayman, 6.5 olardim listeningdan. Uni boshidan sразу qiynalishi yo'q edi, nimagadir ham naturalni chiqganmi yoki. Lekin Eldorlar anaqa harakatini ko'rib turardim-da. Televizorga yaqin kelib olib, portalda o'tirib, men uzoqda bemalol o'tirardim. Bular juda vashing zo'r harakat qilishyapti, men qolib ketyapmanmi deb turardim. Menda o'shandan paydo bo'lgan-menda. O'qish, nima, ingliz tili yaxshiroq. O'zimgacha intermediate-ni 3-4 marta tugatganman, Rizaltga borganman, LNC ga borganman, qaytaraverganman. O'qirdim, to'xtatib qo'yardim, yana o'qirdim, yana to'xtatib qo'yardim. Keyin CIC'da shu Eldorlarni ko'rib, akamlarni ko'rib, Jamshid akani ko'rib, Kamron akani ko'rib, harakat qilishni boshladim men ham. Eldor bilan birga artikelni o'qib, YouTube'da videolar ko'rib, o'sha 9-payt как раз o'sha Andrew Tate, Iman Gadji, hamma narsalar chiqish payti edi, ingliz tilida. Bilmadim, balki o'shanga listening zo'r bo'lib ketganman. Ularni to'xtamasdan ko'raverardik-da. Ozgina gapirish stylim o'xshab ketardi lekin ularga ingliz tilida. Tushunarli. Shunda hozir top universitetiga kirishga qiziqish akangizlar qiziqtirganlar-da. Eng birinchi shunaqa bo'ldimi? Boshida o'zi akamni dadam qiziqtirganlar. Dadam o'zlari chetda o'qiganlar. Yoshligimizdan beri o'sha 195 da o'qishimda top universitetda o'qiysizlar, grantda o'qiysizlar, grantga topshirasizlar. Zo'r universitetlar bor, Kanada, Koreya, Amerika hammasiga tayyorlaysizlar deganda. O'shanda kursga borib yurardik. Akam borardi, men ham borardim, akamga ergashib boraverardim. O'shanda deb turib o'zim tengdoshlarimdan sal balandroqda yurardim, bilim bo'yicha. Masalan, akam 2 sinf baland, o'shanga masalan ular trigonometriya o'tsa, bizning maktabdagilar diskriminant o'tsa, men hali ham trigonometriya o'tayotgan bo'laman, oldin dedim.
sekretlarni aytib berdingiz-da. Da. Aka bo'lish zo'r. Ha, aka bo'lish zo'r. Aka rahmat kattakon. Endi akasi yo'li nima qilsin? Akasi yo'liga nima degan bo'lardingiz? Akasi yo'li agar mana shu videoni уже ko'rishayotgan, agar mana shuni eshitishgan bo'lsa, bu degani уже krugilarni to'g'ri krug topish kerak deb o'ylayman. Akalar topish kerak-da unda. Akalar farqi yo'q. Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Ha, to'g'ri ma'noda. Как бы mayli o'zidan 3 yosh katta bo'lsin, 4 yosh katta bo'lsin, oltisiga borib turib, nima qilish kerak, nima qilyapsizlar, u ham qiziqib so'raverish kerak. Shunaqa, как бы krugini to'g'rilash kerak demoqchiman. Tushunarli. Sekin o'sha admission davriga kiraylik. Portfolioingizni o'sha ochib beramiz. Bitta o'sha ayta oladigan qismlaringizni tabiiy holatda, bu siz ixtiyoringizda. Bilaman, IELTS 8, SAT 1500, IELTS 7,5. IELTS 7,5. SAT 1530. SAT 1530. Bo'ldi. Endi activitiesda honorslarda nimalarimiz bor? Honorslarda bagajda nima bor deydi? Juda ko'p olimpiada matematikadan. Yo oxirisi bitta debat World Scholars Cup. Tushunarli. Xo'p, matematikaga qiziqish ham matematika qiziqish boshida yo'q bo'lgan. Boshida как бы maktabda to'g'ri o'qib yurardim, baholarim 5 edi. Lekin faqat o'sha o'tilgan mavzulardan zo'r bo'lardim. 6-sinfda prezident maktabga topshirganman endi ochilgan paytida. Topshirganimda ikkita tur bo'lgan. Birinchi turdan akam bilan ikkalamiz ashun zo'r o'tganmiz. Akam 8-o'rinda o'tganlar, men 14-o'rinda o'tganman. Всего 480 tam olardi keyingi turga. O'shanda o'zim ham 8 bo'lishim kerak edi, просто yoshim kattaroq bo'lganiga pastroqga qo'yib qo'ygan. Keyin ikkinchi turda o'ta olmaganmiz. Prям 200 larga tushib ketganmiz. Keyin o'shanda matematika borish kerak bu deyishgan. Keyin kursga borganmiz. Kursga borsa, endi o'sha akam deb turib borganman. Qiyin o'tishardi. Boshida vashim qila olmas edim. Butun kun o'tirardim. Akam tez tugatib qo'yardi. Men hali ham o'tirardim o'shanda. Keyin oxiri akam Al-Xorazmiga ketdi. Keyin o'zim ustimda ishlashim kerak bo'ldi. Ishladim. 7-sinf полностью o'sha kursga bordim. 11 oy. 11 oy ichida полностью fikrlashim, logika hammasi oshdi-da. Как бы butun matematika, maktabning matematika kurs nimada topiklarini tugatdik. И o'shandan keyin как бы matematika osonmi tuyuldimi bilmadim. 7-sinfda уже hamma narsa bilaman-da. Maktabda nima o'tishsa yoqurardi. Yechib qo'yardim. Ustozim misol yozib berardi. Bolalar endi yozaman desa, ko'chirsa men sразу javobini aytib qo'yardim. O'shandan maza qilardim men. Как tezda yechardim bu keyin shu bilan matematikaga sho'ng'ib ketganman. Tushunarli. Hop, matematika olimpiadalari bitta aytib bersangiz, qanaqa olimpiadalarga bordingiz? Matematika 6-sinfdan qatnashishga boshlaganman. Maktabda qatnashardim, lekin o'rin ola olmas edim. Pastda bo'lardim, lekin yecha olardim. To'g'risini aytaman, yecha olardim, lekin pastroqda turardim. Keyin частный olimpiadalar bo'lardi. Частный olimpiada Telegram kanal bor, olimpiada мероприятие degani. O'shanda Amerikadan kelishadi, boshqa universitetlar o'tkazishadi. O'shanda akam bilan qatnashganman 6-sinfda. Сразу zolot olganman. Keyin qatnashmaganman keyingi turiga yoki o'rin ola olmaganman menimcha. O'zbekiston bo'yicha уже o'rin ola olmaganman. Keyin 8-sinfda qatnashganman. 7da nimagadir, 7da ham o'rin ola olmaganman. Sasmoda qatnashganman. 8da qatnashganman Mirzo Ulug'beklikda. Уже matematikam zo'r, tayyor. Qatnashganman. Сразу Toshkentda zolot olganman. O'zbekistonda serebro olganman. Keyin уже jahonga chiqishim kerak bo'lgan. Endi u payti Covid bo'lgan. Amerikaga uchish problema bo'lgan, akam ham ucha olmaganlar. Nima bo'lgan? Deadline o'tkazib yuborganman registratsiyaga. O'tkazib yuborganman. Keyin o'sha adminiga yozyapman, kanalning adminiga, как бы, men registratsiya qilib qo'yinglar, просто esimdan chiqib ketibdi, lekin qatnashmoqchi edim, u bu deb turib yozsam, hech narsa qilmadi. Lekin o'shanda davom etdilar, yo'q, yozur dalshi, qatnashishing kerak deganlar-da. O'shanda dalsh yozganman. Keyin oxiri o'sha eng главный nimasini, emailini bergan edi. Organizatsiyani. Keyin dadam yozganlar, o'tirib kompyuterda ingliz tilida hammasini tushuntirib berganlar. Keyin anonda fine to'lashga ko'proq pul to'lash kerak bo'lgan, kech registratsiya bo'lgani uchun, jarimasi. To'laganmiz. O'shanda keyin onlayn bo'lib qolgan olimpiada. Zoomda o'tirib o'zim xonamda o'sha kompyuterda yechganman. И o'shanda как бы rostdan ham qiyin bo'lgan-da o'sha oxirgisi. Nima bo'lgan? Yecholmaganlarga hammasiga 0 qo'yib chiqqanman. Shu bittasi 0 chiqib qolsa kerak deganman. Oxirida javoblar chiqsa bitta balga oshib turibman ikkinchi o'rindan.
bilmadim, balkim o'xshab qolganmi yoki yo'qmi, lekin o'shani deb turib menimcha birga o'tib ketganman. Keyin eng kattasi hozir olimpiadalarni Eng kattasi Singapurda bo'lgan. Unda 10-sinfda qatnashganman. 10-sinfda. 9-sinfda qatnashmagan, faqat ingliz tiliga shug'ullanganman. Borgansiz Singapurga? Singapurga borganman. Yozda borganman, oldingi yili. Unda ham ikkita tur bo'lgan, O'zbekistonda. American Math Olympiad bo'lgan, unda zolta olganman. Qatnashish mumkin degan endi Singapurga. Keyin SASMA bor, Singapore and Asia Middle School Olympiadmi shu bo'lgan. Unda qatnashgan, unda birinchi zoltani olgan, bepulga boradi degan Singapurga. Ikkinchi olib qolganman. Keyin mayli deyishgan, ota-onam bo'pti to'laymiz degan. Undan oldin World Scholars Cupga qatnashgandim. Bolalar bizda Ozarbayjonga tushadi. Shunda endi o'ylanib qoldim, Ozarbayjon tanlayman, Singapurni tanlayman deganman-da. Keyin o'yladim, soham o'zi o'sha injineriya oldindan, matematika kabi bog'liq bo'lishi kerak. Bu debat ozgina gumanitarniy. O'sha mayli Singapurga borib qo'yavering deganman. Registratsiya qilganmiz, viza olganmiz, borganmiz. Olimpiada kunida 3 soat uxlaganman xolos. O'zimcha kabi she'r yozishga qiziqardim. O'shanga bir o'zbekcha ashulani ingliz tiliga perevod qilib turib, muzikasiga tushirib yozib ko'ray degandim. Shu bilan oxirgi 3 kechgacha qolganman, 6 da turishimiz kerak bo'lgan. Turganmiz, borganmiz, kofe ichib olganman. Boshim sal normalniy, uni bodri emasman. Qatnashdim. Всё 3 ta turmi, 4 ta tur bo'ldi. Komandniyda lider bo'lganman. Keyin individualniy bo'lgan 25 ta. Misollar necha olganman? Yaxshi. Uni vaqt yetmay qolgan, 8 tasiga ulgurmaganman. O'shanga bronza olganman individualniydan komandniydan bronza olganmiz unda ham. Unda ham vaqt yetmay qolgan, tugata olmaganmiz. Tushunarli. Xo'p, portfoliyozda shunday olimpiadalar, akademik natijalar. Menga baribir bu narsalarni ko'p takrorlashadi. Menga inshoingiz qiziq. Chunki to'liq grant bermagan bo'lsa ham Kanadani UBC'siga kirdingiz. Menga aytdingiz 40 tami, 40 nechtadir universitetga topshirdingiz, adashmasam. Juda ko'p. Eng ko'p insholar qarab chiqqanim shu sizniki bo'ldi-da hududlaringizda. Shunaqa. Hammasiga insho yozish kerak edi. Meni tushunishim bo'yicha, ya'niki o'sha admission officerlar ko'zida men o'ylaymanki, eng muhimi shu insho, ya'niki sizlarni kimligingiz haqida gapiradi-da. Hozir shoirlikni haqida gapirganingizga, men matematika bilan shoirlik aniqlik bilan qanaqa qo'shadi? O'shani как бы merge qilganman. Essayimda. Essayda qanaqa matematikaga qiziqish bo'lgan. Matematikada ham qiziqish, shoirlikda ham qiziqish bo'lgan. Как бы shoirlikni oldindan olganman. Qiziqishimda, keyin nima deganman? Matematika o'rganishim kerak bo'lganda yangiliklar kirilib keladi. O'shanda shoirlikda ham o'zimga yangilik kiritib kelganman. Чтобы eski bilan yangi bo'lib qolsa, sal qiynalib qolish mumkin. Birdaniga yangi qilsam, ikkalasidan как бы yangi etapga kirayotgandek bo'laman deb turib, ikkalasini shunaqa qilib turib yozgandim. Shoirlik bilan matematikani. Keyin prям matematikani o'zini qanaqasini yozganman? Juda spesifik ketganman. Dadam bilan o'tirardik kech payt, shu o'qishga topshirsak, nima yozsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi. O'shanda bitta topik topdik. Quantitative social analysis. Bu как бы hamma narsani nomerlashmasku, raqamlashtirish. Masalan, ko'p narsa qualitative bo'lishi mumkin. Masalan, neftni qualitysi, bilmadim, 80% чистый bo'lishi mumkinmi yoki 60%mi? O'shani как бы boshqa examplelar bo'lgan. O'shalarni raqamlashtirish kerak bo'lgan. O'shanaqa qilib turib yozganman. Oldisiga shoirlikni qo'shib ketganman. Keyin prezidentlikni yozganman. Tushunarli. Xo'p, menga bilaman, juda ham ko'p qattiq disiplina, intizom, tartibda tayyorgarlik ko'rdinglar. Nimalardan voz kechdinglar? Eng katta voz kechdim deb aytganingiz. Aytganingizdan keyin men bitta narsani hammaga aytmoqchiman-da. Topshirayotgan paytda. Umuman 3 yil tayyorlandingiz, matematikaga vaqtingizni ketqizdingiz. Ya'niki o'rniga boshqa narsa qilsangiz bo'lardi-da. O'sha nimalardan voz kechdingiz? Oilam bilan uncha ko'p vaqt ketkazmadim, как бы tayyorlanish paytida. Akam o'zi topshirish paytlari, tayyorlanayotgan paytlari kamroq
o'ynaydi-yu, kamroq gaplashardi o'zlari endi. IELTSga, SATga o'qishga topshirish. Mana Mirzoulbek aka как бы uzoqlashib qolgandi. Keyin men topshirish kerak payti IELTSni, SATni. Undan men ham tushunib yetganman, to что disiplina bo'lish kerak. Прям ertalabdan kechgacha shug'ullanish kerak, bu qilish kerak. Xuddi shunaqa bo'lgan ekan menda ham. Как бы akamlar уже topshirib bo'lganlar, kirib bo'lganlar, уже o'qiyaptilar. Undan уже sal gaplashishimiz kamaygan. Lekin IELTS, SAT o'qiganimizdan keyin bir-birimiz bilan o'sha xursandchilik bo'lib, hammasi ortda qolib ketgan keyin. Men aynan shu oxirgi gapingizni kutayotgandim, ochig'ini aytaman. Men nima demoqchiman? Bu savol takroriy chiqadi. Nimalardan voz kechdinglar? Chunki 17-18 yoshgacha o'zi asosiy vazifa o'qishda, Azizbek, asosiy vazifa o'qish. Chunki umringizning birinchi qismi o'qish uchun o'sha Denzel Washington ham aytadi-yu, learn, earn, then return deydi-yu, ya'niki o'qi, keyin ishlab top, keyin qolganlarga o'rgat, qaytar, jamiyatga qaytarib ber. Ya'niki umringizning birinchi qismi shu 20-25 gacha menga yetishardi. Nimani olsang, o'rganmasang bo'ldi, shu bilan umringni oxirigacha ketasan. Savolimdan asosiy maqsad, ya'niki unaqa voz kechadigan narsa yo'q deydi o'z aslida. Faqat o'qish kerak. Bizani ko'rayotgan har bitta ota-ona ham, yoshlar ham shuni istardik. O'qinglar, unaqa katta yo'qotadigan, achinib qoladigan narsalar bo'lmaydi. Rezultatinglar mana shunaqa chiqqanda, o'zlarining og'izlarini aytdilar, juda ham xursandlar. Ya'niki nimadan voz kechgan bo'lsalar ham rozilar-da. To'g'ri aytaman? Shunaqa. Lekin baribir bo'lib qoladi-yu, o'zi unaqa qilish kerak emas, lekin mana qilsam bo'lar ekan, nimadir sal ko'proq o'rgansam bo'lar ekan deydi. Ya'ni o'rganganing sari men kecha aytayotgandim bitta do'stimizga, hali nimalar o'rganishim kerakligini oxirigacha o'rgan bo'lmadim dedim-da. Ya'ni o'zim sohamdan, misol uchun nimalarni o'rganishim kerakligi ro'yxatini hali oxirigacha yetib olganim yo'q. Shuning uchun hali menga bor deb bir narsaga taklif qilishganda to'xtatib turdim. Shunga nimalarni o'rganib olgan bo'lardingiz yana ham ko'proq shu yoshgacha. Shu yoshgacha как бы ko'proq ingliz tilini o'rganarman bilmadim. Mana masalan vaqtimni to'g'riroq taqsimlagan bo'lardim-da. Kecha emas, ozgina 1-2 kun oldin bitta o'quvchimiz bilan gaplashganda ovqat qilishni o'rganib olgan bo'lardim dedilar. Ba'zi musofirchilik hayotiga ketyapsiz. Endi sizda afzalligi shu akangizlar ham borlar. Bu juda katta plyus. Lekin baribir o'zingiz ham misol uchun researchlar qilgansiz, nimalarga tayyorgarlik ko'rish kerak. Baribir bu yog'iga 18 plus katta hayotda уже anaqa xatolik kechirilmaydi qaysidir ma'noda. Shuning uchun umuman aytayman, bu anaqa faylasufona yondashuv deb aytaman. Nimalarni o'rganib olish kerak, nimalarga ko'proq vaqtliroq tayyorlanib olish kerak. Ertaga achinib qolmaslik uchun. Bu yoshlar uchun, 14 yosh, 15 yoshlar uchun aytadigan gaplaringiz bo'ladi-da. Menimcha independent bo'lish, mustaqil bo'lish kerak. Uni qanaqa bo'lsa bo'ladi? Shuni ozgina yo'l yo'ruvlarini ko'rsang, qanaqa nimalar qilish kerak mustaqil bo'lish? Mustaqil bo'lish, mana bitta sразу miyamga keldi. Ko'rganman, o'zi ko'p ota-onalar bolasiga o'zi qilib beradi hamma narsani. Kursni o'zi gaplashib beradi, maktabni to'lovini o'zi qilib beradi. Qayerga borish kerak, qayerga topshirish kerak bo'lsa, hammasini o'zi qilib beradi. Mashinada olib borib qo'yadi. Mustaqil bo'lish uchun bola o'zi qilish kerak. To'g'ri, ustida ota-onasi turib buni qilishing kerak, nazorat qilib turish kerak. Lekin qolgan hamma kerakli ishni o'zi bola qilsa, menimcha mustaqillikka o'rganadi. O'zi yo'lni metroda topib oladi maktabiga. O'zi borib turib muloqotini yaxshilaydi, o'sha bolalar bilan yaxshi gaplashadi, administratsiya bilan o'rganadi hammasini. Bu chunki hozir chet elga borsa, sразу hech kim yo'q. Endi to'g'ri men oldimda akam bor-ku, lekin baram oldinroq boraman o'zim. Orientation week bo'ladi, bu o'shanga baram mustaqillik kerak bo'ladi. O'shani bola o'rgansa yoshligidan menimcha ancha plyus bo'ladi. Tushunarli. Endi hozir biroz orqaga yurdik. Endi men 5 yil oldinga yurish xohlardim siz bilan. Ya'niki rejalar, bilasiz, baribir sizni ideyalaringizdan yoshlar ko'rsa, bir qismini sizdan, bir qismini yana kimdandir, bir qismini hammadan olib, o'zini g'oyasini evolyutsiyaga keltiradi, shakllantirib oladi. Shuning uchun strategiyalar haqida ozgina, misol uchun chuqurlashishingiz, aynan o'zingiznikini 100% aytib berishingiz shart emas. Menga aytdingiz, o'shani yana bitta suhbat qilsak, kimyo yo'nalishiga qarayapsiz, shu bo'yicha o'sha hozir strategiyalar, uni tutgan o'rni, siz qanaqa ko'ryapsiz,
bolalarga raqamli qizuv masalan, bu o'zi ko'p pul topsa bo'ladigan yo'nalishda ketyapsizmi, shuncha o'qiganga yarasha o'shalarni aytib bersangiz. Xo'p, yaqinda ham video jo'natdilar. Как бы millionerlarni statistikasi. Kim nimani o'qigan. O'sha boshida lawyer 5%, 6%, keyin qaysidir meditsina bor, biznes 18%, keyin oxirgisi sizlarni shok qiladi deb turib yozishadi-ku videolarda. O'sha 20% injener ekan, 20% как бы наследиеda olgan ekan, heritage'da. Shunda injenerlikga o'zi bilardim, yaxshi pul topishini, muhandislikda zo'r pul topishini bilardim. Lekin mana shu statistikada ko'rib, o'sha o'zimga amin bo'ldim. Как бы bemalolroq ekan, o'sha yaxshiroq ishlab, o'zimni balkim biznesimni ochsam, u ham biznesim ham injeneriga ixtisoslashgan bo'ladi. Prям o'zimdan o'zim kelib turib kiyim biznesi yoki restoranlar ochib ketmayman. O'sha kimyo injeneriga bog'liq bo'lgan narsa bo'ladi. Kimyoga bog'lanadi. Kimyoga bog'langan bo'ladi. U masalan kimyo desa, men o'zim ham maktabda eslayman, keyin tushunib yetdim, ochig'ini aytaman. Kimyoga qiziqmaganman. Afsuslanaman. Ya'ni kimyoni ahamiyatini tushunib yetganimda haqiqatda vuy deganman-da. Chunki birinchi marta o'shanda ham aytib berganimdek Budapeshtga borib kelganimizda o'sha kimyo ilmini o'rganib turib, oddiy o'sha fermer ham gonga hamma narsani butun avtonom respublika qilib, har bir narsadan maksimalniy daromad ko'targan va maksimalniy natijalarga erishganda. Sizda qanaqa bo'ladi kimyoni ahamiyati qanchalik muhim ekan? Researchlar qilyapsiz hozir bilaman. Qanaqa endi oylik tushunarli, lekin kimyoni umuman hayotimizdagi tutgan o'rni haqida ozgina aytib bersangiz-da. Misol uchun ta'sirlari, mana yaqinda ham gaplashdik. Nima bo'lsa, masalan, любой material qarasanglar, o'zi kimyo injenerdan o'tgan bo'ladi. Masalan, mana shu mikrofon bo'ladimi yoki mana shu stol bo'ladimi, sizning kompyuteringizmi, hammasi o'zlari как бы kimyoviy laboratoriyada o'sha o'tkazib bu qilib tekshirib ko'rishadi. Sovuqlikda qanaqa bo'ladi, issiqlikda qanaqa bo'ladi, tushib ketsa nima bo'ladi. Hammasi o'sha kimyoviy injenerdan o'tadi. Qolgan injenerlar ichidagi joylashuvi, tushib ketsa sinib qolmaydimi, u buga qaraydi. Kimyo injener ko'proq materialga qaraydi. Shu tarafi bor, ovqat tarafi bor. Ovqat tarafda masalan oddiy chipsni olsak, masalan Lays'ni olsak, ko'pchilik Lays yegisi kelaveradi. Nimaga? Chunki kimyo injener ham o'zi har xil eksperiment qilib turib, sizlarni ko'proq o'sha yeginglar kelishni xohlattiradigan qilgan. Addiction qilib turib yaratgan. Tushunarli. Masalan neft tarafdan ham olsak bo'ladi. Masalan neftni olib chiqqanda bu srazu benzinga plasmassaga aylanib ketmaydi. Unga ham qanaqadir ham additivlar qo'shadi, tashqaridan eksperimentlar o'tkazadi, u bu qiladi. Keyin o'shani bo'ladi. Plasmassaga ajratadi, shinalarga ajratadi, keyin benzinga ajratadi. U bitada yerdan qazib olib, srazu mashinaning ichiga tiqa olmaydi. Hamma narsa chemical engineerdan o'tadi. Asosiy fundament shu yerda ekan-da. Fundament shu yerda ekan. Menimcha endi uni patentiga ega bo'lgan odam butun umr o'shani biznesidan daromad topadi. Masalan, iPhone deylik. iPhone ustidagi oynasi juda как бы silliq, kir bo'lib ketmaydi, shira bo'lib ketmaydi. Agar shunaqa chiqara olsa, o'shani patentlab qo'ysa, iPhone ishlatadi. iPhone shunga pul beraveradi yoki boshqasiga sotsangiz bo'ladi. Full sotaman desa ancha ko'p pulga ketadi yoki o'sha как бы arendaga o'xshab pul to'lab turaveradi. Siz shu yo'nalishda o'qimoqchisiz. O'qimoqchiman. Tushunarli. Xo'p. Ingliz tili bilan SAT ga juda ham ko'p berishdi. Insho ideyasini topishdi. Masalan, aytdingiz, otajoningiz yordam bergan ekanlar. Men havas qildim, lekin hammada ham unaqa imkoniyat yo'q. Lekin bilaman, siz juda ham ko'p o'quvchilar bilan anaqa kollaboratsiya qilasiz. Men o'zim bilaman. essay bo'yicha ancha usta bolalar bilan ham kollaboratsiya qilasiz. Kimni nazarda tutayotganini bilasiz. Ozodbekni nazarda tutaman. Levshani ham nazarda tutaman. Jamshidga. Qanaqa sekretlari bor, ingredientlari bor, shu 10-sinf bolalar, 11-sinf bolalar avval oladi. Chunki yaqinda ham mana hozir Eldor ham aytdi, oxirgi minutda yozganman dedi-da. Mayli, lekin sal boliroqdan yozish kerak emasmikan balkim deyman-da. Mana oxiridan tuxum o'sha tiqilganda anaqa qilmasdan-da, sal boliroqdan yozib qo'yib, bir g'oya bilan, ideya bilan kelish iloji yo'qmi?
o'zi shunaqa kelishi kerak ekan. O'zi oldindan o'sha yoz derdilar. Men o'zimcha SAT, IELTS, AP qilib yurardim. Lekin o'sha oldindan yozish, oldindan o'zlarini selini topib olish kerak menimcha. Shuni qanaqa qilsa bo'ladi? O'zini maqsadini qanaqa topsa? Qiziqib ko'rish kerak. Любой narsaga, masalan, biznesga qiziqadimi? Именно o'sha pulni orqasidan yoki fame'ni orqasidan yugurish kerak emas-da, именно o'zi nimaga qiziqadi. Masalan, men o'zim masalan biznesga qiziqishim mumkin, pulga qiziqishim mumkin, lekin matematika tarafiga ketyapman. To'g'ri, ham orqasida pul bor, lekin o'zim ko'proq o'sha matematikani yoqtirganim uchun matematikaga bog'liq bo'lgan sohaga topshiryapman. Bolalar ham o'sha bir eksperiment qilib ko'rish kerak-da. Bir o'sha sportga borish kerak, matematika o'rganish kerak, biologiya o'rganish kerak, historiya o'qib ko'rish kerak. Balkim o'sha lawyer yoqib qolar, balkim biznesmenlik yoqib qolar. Sразу bittada hozir bir narsani aytsam, ha bo'ldi, topdim deb turib ketadigan narsa yo'q. Eksperiment qilib ko'rish kerak, hammani o'zini yo'li boshqacha bo'ladi. Tayyorlanib topsa bo'ladi bemalol. Bo'ldi. Bu o'sha maqsad topish bo'yicha bo'ldi. Inshoga qanaqa sekretlari bor? Siz bilgan, aytib bera oladigan, ruxsat berilganlari. Ba'zi bu yo'li bor-da, men tushunmayman-da. O'rgatsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi, chunki sezilyapti-da. Qanaqa qilib inshoni zo'r qilish uchun? Inshoni zo'r qilish uchun bitta narsani tushunish kerak. Inshoda birinchi odam o'zini ko'rsata olish kerak. O'zini ko'rsatganda qanaqa? Bir xilga insholar chiroyli yozishim kerak bu deydi. Atrofini dekoratsiya qiladi-da inshosida. Masalan, stol dumaloqida, nimada ko'rayotgan odamdan yosh oqayotdi, bu deb turib dramatizировать qilishadi juda. Admission officer o'qiyotganda u haqida bilmoqchi. Hech narsani ko'rsatmaydi, ko'proq odam o'zini ko'rsatib berishi kerak. O'zini ham ko'rsatayotganda ko'pchilik juda qattiq ishlaganman, u bu demaslik kerak deb o'ylayman. O'zi harakatini ko'rinishi kerak. Masalan she'r masalan. Olsa, o'zimni example'imdan ko'p she'rlar yozganman, u bu deyishim mumkin edi. Yoki o'sha qanchalik she'rga kirib ketganligimni yozganman. Oddiy she'r deb turib topikini olib ketmaganman-da, именно qanaqa tip she'r bo'lishi mumkin, growing stanzasmi yoki o'sha ritmini o'zini lyric poetrymi prям ichiga kirib ketib turib, o'shani yozganman. Prям nima haqida gapirayotganini bilib turish kerak yozayotgan odam. Из ниоткуда kelib turib, men matematikaga qiziqaman yoki men computer science ga qiziqaman, kod yozib yurganman, sizlar maktabinglarda universitetda o'qimoqchiman desa, hamma o'shani deydi. U o'zini полностью целini tushunib turib, qanchalik bilishini ko'rsatib, o'shani ko'rsata olishi kerak. Tushunarli. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Podkastimiz an'anasi shakllantiryapmiz endi ochig'i. Siz ikkinchi mehmonimizsiz. Deylik, sizda imkoniyat bo'lganda erkin mikrofon shaklida 8 milliard aholi bor hozir. O'sha hamma sizni tushunadi shu mikrofonda gapirganingizda. Sizga vaqt beramiz. Yarim daqiqa, 1 daqiqa. Nima degan bo'lardingiz? Ya'niki sizni hamma eshitadi. Hammaga anaqa eshitilish imkoniyatingiz bor. Shunaqa deylik. 8 milliard aholiga nima messagingiz bor? Imkoniyat bor. Endi 8 milliardga yetmaydi. Sizning fikrlaringiz men uchun qiziq, auditoriyamiz uchun aniq qiziq, ishonchim komil, chunki ular sizga o'xshashga harakat qilishadi. Yo, masalan, YouTube'ga videoga umuman kirmagan ham bo'lishardi-da, ochig'ini olib qarasa. Shuning uchun shu yergacha yetib kelishdimi, bu oxirdami sizning fikrlaringiz? Bemalol o'ylab oling. Nima desam ekan? $8 milliardga ketgan uchun kattaroq scale olaman, обширныйroq olaman. Masalan, kimdir ham hozir Rossiyada, kimdir ham Braziliyada bo'lishi mumkin, kimdir ham вообще Afrikada bo'lishi mumkin. Hammani hayotiy turayotgan joyi boshqacha. Undan xafa bo'lish yoki depressiyaga tushish yoki boshqa bolalar plyusda deb turib fokusni yo'qotib qo'ymaslik kerak deb o'ylayman. Bir xilda sразу masalan boy oilada tug'ilishi mumkin, bir xilda sразу talanti bilan IQ'si baland bo'lishi mumkin. Lekin unga qaramasdan turib harakatni to'xtatmaslik kerak. Masalan, Afrikada ham bo'lsa, men ancha zo'r istoriyalar eshitganmiz. Mana yana UFC fighter Ngannou hammasi Afrikadan kelib turib, lekin ancha
zo'r nima muvaffaqiyatlarga yetishgan. O'shanda uyalmaslik kerak. Qayerdan kelasizlar, qanaqa joylashuvdasizlar, oilaviy sharoitinglar qanaqa farqi yo'q. Yo'lni qidirish kerak. O'zingizdan uyalmaslik kerak. Shu главныйsi menimcha. O'zidan uyalmaslik, kelib chiqqan joydan uyalmaslik. Kelib chiqqan, ha. Tushunarli. Xo'p. Avvalambor kelganingiz uchun rahmat. Rahmat chaqirganingiz uchun. Podkastda o'z fikrlaringizni bu qiymatli, bekitmasdan shunchalik aytib berdingiz. Bundan insight olgan odam o'zi uchun o'zini road mapini ham, yo'l xaritasini ham chizib ola oladi. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. So'zimiz, suhbatimiz, podkastimiz oxirida men doim yana takrorlaydiganim, ko'rdinglar, mana yoshlarga qaratib aytaman. Bahona qilishingiz mumkin. Ertaga afsuski men ozgina qo'rqitish uchun aytaman. Kira qilib yoki qo'pol qilayotganda pulinglarni topolmay, arabinglarni tortolmay yurganinglarda, menda variant bo'lganda, menga kimdir aytganda yoki shunga o'xshagan bahonalarni endi qila olmaysizlar. Shu yergacha ko'rib qo'ydinglar, eshitib qo'ydinglar. Endi bu bilim sizlarda bor. Harakat qilish sizlarni ham majburiyatinglar, ham qaysidir ma'noda qarzinglar. Chunki bu imkoniyat, bu bilim sizlarga yetib keldi. Shuning uchun endi bahona qila olmaysizlar, harakat qilinglar. Qiyin emas. Kira olasizlar. Rahmat kattakon, keyingi podkastlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Oxirida bitta bonus berib ketaylik. Biz niyat qilyapmiz, xudo xohlasa, Kaistda kanalini ochdik degan ma'noda, ya'ni kanal deganda nima nazarda tutyapman, ya'niki har yil avlodda xudo xohlasa Azbi ham sababchi bo'ladi, akalari ham sababchi bo'ladilar. Shuning uchun eng zo'r savolga va yana nima deysiz? Qanaqa kommentariyga anaqa siz konsultatsiya berasiz? Eng zo'r savolga, qiziqarliga yana qanaqa bo'lsin? Qiziqarli savol ham imенно men haqimda bo'lmasligi kerak. Menimcha. Ha, qiziqarli savol. Hayotingmi, admissionmi, bilmadim, qanaqadir qiziqarli bo'lishi kerak demoqchiman. 3 ta qilamizmi? 3 ta. Mayli 3 ta bo'larsan, 3 ta bo'larsan. 3 ta insonga, ya'niki ustozlarning konsultatsiyalari juda ham qimmat, o'zlari ham Kaistga kirdilar. 3 ta eng zo'r kommentariy yozib, kommentariyada savol yozganlarga Azbin o'zlari bepul konsultatsiya o'tib beradilar. Bu qaysidir ma'noda bilet Kaist uchun. AI ishlatmaylar. AI hammaga bir xil prompt beradi. O'shanga o'zingizlar kreativityni oshirib turib qidiringlar savollar. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Rahmat sizga chaqirganingiz uchun. Charchamaysiz.